Bugungi mavzuyimiz dolzarb mavzu. Teri kasalliklarida eng ko'p uchraydigan kasallik, tez-tez qaytalanadigan kasallik, psoriaz kasalligini davolangandan so'ng, davo choralari to'xtatilgandan so'ng yana qayta paydo bo'lishi. Eng og'riqli, jumboqli masala. Nima uchun psoriaz kasalligini butunlay davolashni ilojisi yo'q? Shu qiziq hamma bemorlar uchun. Sabab, psoriaz kasalligi haqida ozroq tushuncha. Psoriaz kasalligi allergik, xronik, ya'ni xronik degani qo'zib turuvchi, bezovta qilib turuvchi autoimmun kasallik hisoblanadi. Xo'sh, bu kasallikni, psoriaz kasalligini davolab bo'lmas ekan, nima qilamiz davolashni degan fikrlar ham bo'lishi mumkin. Bu noto'g'ri tushuncha, noto'g'ri xulosa. Psoriaz kasalligi qaytalanishiga sabab uning keltirib chiqaradigan sabablari juda ham ko'p. Polietiologik kasallik deyiladi bizat tilida yoki multifaktorial tabiatga ega bo'lgan kasallik deyiladi tibbiy tilda. Ya'ni sabablari juda ham ko'p. Siz tushunadigan tilda tushuntiraman. Masalan, psoriaz kasalligini keltirib chiqarishga sabab bo'ladigan omillar, faktorlar 50 ta. 50 ta sabab bor. Vrach qabuliga keladi bemor, tibbiy ko'rikdan o'tadi, obyektiv ko'rik bemor tekshiriladi va qon tahlillar olinadi. Tahlil natijalari deylik 50 ta sababdan 40 tasini aniqladi. 10 ta qoldi. Vrach 40 ta aniqlangan sabablarni bartaraf etish uchun bemorga umumiy kompleks davo muolajasini boshlaydi. To'g'ri, bu vaqtda bemor tuzaladi, terisidagi toshmalar to'kilib tushadi, yo'qoladi, o'rnida ozroq dog' qoladi. Bemor lekin bir muddatdan so'ng yana paydo bo'lishi aniqlanmay qolgan 10 ta sabab tufayli yuzaga chiqib qolishi mumkin. Demak, psoriaz kasalligini umumiy ma'noda, hattoki butun dunyo ilmiy asoslangan holatda ham olimlar 100 taga 100 ta sabablarni aniqlashtirib bera olmayapti. Endi shunday ekan, unda nima qilamiz davolab? Davolashni foydasi yo'q ekan, effekt yo'q ekan, natija yo'q ekan, nima qilamiz? Xarajat qilib degan fikrlar ham bo'lishi mumkin. Psoriazni davolanmasdan yurish uning asoratlarini kelib chiqishga sabab bo'ladi. Agar bordi-yu asoratlar yuzaga chiqsa, siz psoriaz kasalligini unutasiz. Psoriaz kasalligi siz uchun qiziq bo'lmay qoladi. Siz boshqa mutaxassislar bilan birga psoriazning asoratlarini davolashga majbur bo'lib qolasiz. Shuning uchun bizning tavsiyamiz psoriaz kasalligini 1 yilda 1 yoki 2 marotaba dermatolog ko'rigidan o'tib turishingiz, qon tahlillar topshirib turishingiz, ya'ni ichkarida patologik jarayonlar bor yoki yo'qligini bilib turish, asoratlar bergan yoki bermaganlik holatlarni aniqlab turish va ichkaridan umumiy davoni qabul qilib turish uchun kerak bo'ladi. Endi shu psoriaz kasalligini, unda asoratlari nima ekan deb o'ylashingiz mumkin. Yuqoridagi oldingi videolarimizda ham aytganman. Asoratlari xunuk, yaxshi emas, nuqsonli kasallik bo'ladi. Masalan, tirnoqlar shikastlanadi, tirnoqlar yo qalinlashib ketadi yoki maydalanib, umalanib ketadi. Bu birinchi asoratlar. Ikkinchi asoratlari suyak mushak sistemasida, ya'ni bo'g'imlarning qaqshab og'rishi. Poliartrit simptomlari yoki akashak deydi, deformatsiyaga uchrab ketadi bo'g'imlar va qattiq og'riq beradi, azob beradi. Mana bu ham bitta asoratlari. Yoki ichki organlarda bo'layotgan asoratlar, jigar, buyrak, oshqozon osti bezlari faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'shaning uchun bu asoratlar yuzaga chiqmasligi uchun bemorni
bir yilda bir yoki 2 marotaba vrach ko'rigidan o'tib turishi uning asoratlarini yuzaga keltirmaydi va terisi toza bo'lib yuradi. Endi umumiy kompleks lecheniya qilindi va parhez qoidalari bilan birga. Psoriazda birinchi o'rinda parhezga amal qilish kerak. Hozir men bir ikkita kalit, ya'ni mumkin bo'lmagan narsalarni ham aytib o'taman. Shu narsaga ehtiyotkorroq bo'lib yondashasiz. Ya'ni mumkin bo'lmagan narsalar qabul qilmaysiz. Mumkin bo'lgan narsalardan bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Psoriaz kasalligini tez qo'zg'atishiga sabab bo'ladigan mahsulotlardan biri bu quruq mevalar. Ya'ni o'zimizning tilda chaqchuqlar deydi-ku, pista, bodom, yeryong'oq, sho'rdanak, simichkalar masalan yoki yong'oqning o'zi ham. Ikkinchi, psoriaz kasalligini qo'zg'atib yuborishiga sabab bo'ladi achchiq narsalar. Uksus, sizlarda tillaringizda tushunadigan tilda gapiryapman. Uksus, chesnok, piyoz, qalampir, ketchup, mayonez, tuzlamalar ayniqsa, ya'ni yozda yopib qo'yamiz-ku, u narsalardan tiyilishimiz kerak. Qanaqa salatlar yeymiz? Svejiy salatlar yesak bo'ladi. Bodringni, to'g'rab, ichida ko'katli mahsulotlar, qatiqlar aralashtirib, chakkilar aralashtirib, bemalol salat qilib, svejiy salat deymiz-ku, shulardan qabul qilsangiz bo'ladi. Shokolad, konfetlar, kofe, asallarga ehtiyoj bo'lasiz. Lekin novvochoy, shakarchoy masalan qabul qilsa bo'ladi. Mana shu parhez qoidalari eng asosiysi kundalik har kun ishlatamiz go'sht mahsulotlari. Psoriazi bor bemorlar eshitib qo'ysin. Faqat mol go'shti. Qolgan go'shtlar mumkin emas. Qo'y go'shti, tovuq go'shti, baliq go'shti, ot go'shti. Bular baribir to'g'ri parhez, masalan baliq go'shtlari, tovuq go'shtlari parhezkor taom. Agar allergiyasi bor bemorlarda mumkin emas. Oshqozon ichak trakt kasalliklarida to'g'ri bu masalan bulyonlar qilib olib olinsa, yedirilsa bu yaxshi quvvat bo'ladi. Lekin allergiyasi bor bemorlarga bu go'shtlar mumkin emas. Mol go'shtidan hamma ovqatlar qilib yesa bo'ladi. Cheklov yo'q, lekin qolgan go'shtlar mumkin emas. Ana shunday kalitli, mumkin bo'lmagan narsalarga ehtiyot bo'lasiz. Dori-darmonlar tugagan taqdirda ham parhez qoidalarini mahkam o'zingizda tutsangiz, psoriaz kasalligi uncha-munchaga bezovta qilmaydi. Bordi-yu siz vrach yozib bergan muolajalarni olib turib, o'sha paytning o'zida parhez qoidalariga rioya qilib tursangiz, dori-darmonlar tugashi bilan parhez qoidalarini ham buzsangiz, bu yana qayta qo'zg'ashi mumkin, qaytalanishi mumkin. Men huzurimga kelgan bemorlarga tayinlayman. Dori-darmonlar tugagandan so'ng ham parhez qoidalariga qattiq rioya qilasiz. Qachongacha? 3 oydan 6 oygacha parhez qoidalariga rioya qilish kerak. 6 oygacha. Sababi organizmda shu mahsulotlarga nisbatan sezuvchanlik tushib ketish kerak, ya'ni so'nish kerak, uxlash kerak. Ana undan so'ng kam-kam yeb boshlasa bo'ladi. O'shanda ham vrach bilan, shifokor bilan maslahatlashgan holatda. Tushkunlikka tushmaymiz. Psoriaz kasalligi bor bo'ldi. Endi to'g'ri bu har bir inson bilan psoriaz kasalligi bor inson bilan birga yashaydi, lekin uning teri yuzasiga chiqmasligi 95% holatlarda o'zingizga bog'liq. Vrach ko'radi, tekshiradi va muolajalarni yozib beradi. Lekin siz bunga amal qilishingiz ko'p narsa o'zingizning sabringizga, matonatingizga bog'liq bo'ladi. Aytgancha, psoriaz kasalligini uy sharoitida o'z boshimchalik bilan davolashni maslahat bermayman. Vrach dermatolog ko'rigiga borganingiz yaxshi. Yuqorida aytganimdek, asoratlar yuzaga chiqmasligi uchun qonda, tahlillarda holatlarni, natijalarni bilib turishimiz uchun. Agar sizda ham shunday muammolar bo'lsa, albatta birgalikda bu muammoni yengamiz va psoriaz kasalligi doimiy nazoratda turadigan, ushlab turiladigan holat kasallik hisoblanadi. Shuning uchun bemor bilan vrach o'rtasida ko'prik bo'lish kerak. Bu kasallikni faoliyatini, holatlarini bemor vrachga, shifokorga tushuntirib turadi, yetkazib turadi. Bemorga vrach tomonidan o'zining maslahatlari yetkazilib turiladi. Shuning uchun bu kasallikni bittada yoki ikkita etapda davolab tashlab qo'yib bo'lmaydi.
Siz bilan men dermatolog Jafar Sarikov bo'ldi. Muammolar bo'lsa, shikoyatlar bo'lsa yuqorida telefon raqamlarini qoldiramiz. Kommentariyada man sizga yetkazmagan gaplar bo'lsa, savollar bo'lsa kommentariyada yozing, izohlarda javob berishga harakat qilaman va javob beryapman ham. Shuning uchun imkon qadar mayli qanaqa, chunki hammaning fikri har xil. Hammani dilidagi gaplarni topib ayta olmasligi mumkin. Shuning uchun kommentariyaga yozing. Men qo'ldan kelgancha savollaringizga javob beraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.